Aziz do'stlar, bugungi obzorimizda zamonaviy va tejamkor bo'lgan Chang'an Depal S07 215 Max haqida gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, Depal S07 dizayni juda o'zgacha. Old qismi yopiq va zamonaviy LED faralari bilan jihozlangan. Yon tarafdan kupega o'xshash, orqasi esa minimalistik, lekin jozibali, elektr mashinasiga xos silliq shakllar bilan chiroyli uyg'unlashgan. Depal S07 bu gibrid model. Umumiy yurish masofasi 1215 km. To'liq elektr zaryad bilan 215 km harakatlanadi. Shu bilan birga 100 km masofaga 5 litr benzin sarflaydi. Tejamkorlik darajasi va yuqori masofani bosish bo'yicha bu klassda tengi yo'q. Agar bu tejamkor avtomobilimiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring yoki bo'lmasa quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.